Aleyküm. Bizde ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar, bugün biz bugün nechinchisi edi bugün? Bugün 7 yanvar 2026 yılı Urganch tumani, Xorazm viloyati Urganch tumani Uchko'prik mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan kimni xonadan? Maqsudbek adını balanın adını alınmadı. Maqsudbek. Rajabov Maqsudbek. Rajab Maqsudbekni xonadonidamiz. Bugun mana shu yerda biz shu Faoni O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan kichik issiqxonalar qurib berilgan. Shu mahallaga 10 ta kichik issiqxona qurib berilgan. Ana shu 10 ta kichik issiqxonalarni bizlar monitoringida yuribmiz. Shularni ko'rib, mana 2024 yil qurilgan. 2024 yil qurilgan. Mana shu issiqxonada mana bugungi bo'layotgan ishlarda shu xonadon egasi ozgina gapirib beradi. Nimalar ekdingiz? Badreng ektim. Aha. Pomidor ekdim, pomidor uncha bo'lmadi. Aha. Yine sumalak ektim bulduram. Bir yıl sumalak ektim. Hava sumalak. Rediske var. Ulanı ektim. Lekin yaman emas. Yaxshi bilan daromad qilyapmiz. Yaxshi daromad qilyapsiz. 20 milyon atrofida bo'ldi bultur. Bultur demak 20 milyon daromad qildingiz. Bor yo'g'i mana shu issiqxonamiz bor yo'g'i 100 metr kvadrat. O'sha 100 metr kvadratdan 20 milyon. Bu yoq-bu-yog'i agar nimaga aytadigan bo'lsak, bu oyiga shu 1,5 milliondan daromad qildi deganimiz bo'ladi. Mana bu yerda biz bilan Ulug'bek aka turibdi, Sho'r aka o'zingizdan bir Sho'ra degani Xorazmda o'sha mahalla komitetining raislarini Sho'ra deb aytishadi. Yine evvelem Ezzeke sizlerin teşkilatınıza ming rahmet aytamız. Yine şundan kılıp bizeni kent teminlengen ailelerimiz, yine iş kılaman diyen ailelerimiz, işsiz ahalımızını iş bilen band kılışa yardım berip, şundan bir çıraylı istikhanalarını kurup berip tutsa, şunun için eldinden sizlere minnettarçılık bildiremiz. Yine görüp durupsuz, fukarlarımız iştiyakıda şularını sizle motivasiya berip durup şularını bir örget verdiğinizde Allah'a bir hesap şükür. Şimdi bir anında hem hazır menem parnik kılayım, menem istikhana kurayım diyen niyette bizlere uçraştırttılar. Ama yine royxatlarını kılıp koyupmaz. İşinin ilacı barça özlerimizden başka tavanlarına yardım beremiz. Sizlerin motivasiyalarınız için ketteden rahmet aytaman. Xudo xolasa bir yılam indi yılda karan vaqtda undan ham ziyada nima ko'rishni, hosil olishni, daromadni ko'paytirishni hozir nimasida bo'lib turibmiz. Xudo xolasa yo'l yo'riqlarni ko'rsatamiz. O'zlarimiz ham iloji boricha sizlarning bergan tavsiyalaringizni Xudo xolasa Sulton og'ani o'zi bo'lgan, Sulton og'a. Bizlar mana shu issiqxonalarni qurib berganimizdan keyin o'sha har bir issiqxonani egasiga bizlar kalendar reja qilib berganmizda. Kalendar rejalar qilib berganmiz. Esingizda bormi? Mana Sulton og'a ozgina gapirsin. Sulton og'a qog'ozlarni ko'tarib beradi, ova. Gapiring. Mana 24-yilda qurilgan issiqxona Recep xonadonidamiz. Bultur hozir yine ben hayajonlanib söylemindirdi. Bir yerde çisnok ekildi, piyaz ekildi, ukrop ekildi, iş kılıp 5-6 yıl her xilini ekildi. Her xilini. 5 xil vece ekildi bir yerden. Asası hozir ben daromad qilgan bodrangini aytib turibdi da ko'proq. Endi bizda de şu pul netse şunu aytiladi. Yine mahalle reisi bilan xonadonlarga girib chiqib, aytib tavsiya berib yuribmiz. Yine hazır minnettar bizden, sizlerden hem yine. Rozgarına katta yardım bo'lib turibdi. Sizga buyursin, o'ng bo'lsin bu. Mana shu daromadlaringiz ko'payaversin, shunday daromadlar ko'payaversin. Endi Sulton og'a mana shu nimada mahalla fuqarolar yig'inida faol. Shu biz 2023 yil kelgan bo'lsak, 2023 yildan beri mana 3-yilga ketibdi. 3 yildan beri Sulton og'a bilan biz birgalikda o'sha xonadonlar tanlashda mana shu xonadonni Maqsudni xonadonni tanlaganda ham Sulton og'ani o'zi tavsiya bergan. Undan oldin Hikmatilla bor edi, sizdan oldin Hikmatilla bilan birgalikda bu ishlarni boshlagandik. Mana hozir
Hikmatillani o'rniga Ulug'bek ogani o'zi nima deydi? Boshqatdan bizga yordam qilishni boshladi. O'ylaymanki, biz undan oldin ham hozir bittaga borib kirib ko'rdik, ikkitaga ko'rdik, ikkitani. Ikkita bu uchinchi nimamiz, issiqxonamiz, lekin biz uchalasini ichida eng yaxshisi mana shu bo'ldi. Mana shu ismaloqlar yaxshi bo'lib turibdi, mana nima deydi? Ko'z quvonadi-da. Ko'z quvonadi, Quronboy og'a. Ko'z quvonadi, shu ko'z quvonadigan. Mana ismaloq mana 7-yanvar kuni mana sotishga tayyor. Shundaymi? Sotaversa bo'ladi endi. Bu sotib, demak mana biz o'sha fuqaro nima deydi, mahallada ishlaydiganlarga shu narsani aytishimiz mumkinki, yil davomida o'sha kichik issiqxona, mana agar ko'rsangiz, bu issiqxonada nima yo'q? Isitiladigan tizim yo'q. Pechga qo'yilmagan. Mana oddiy mana 7-yanvar kuni mana bugun temperatura qancha bo'ldi harorat? Kechasi 8 gradus mana og'aylar. -8 gradus bo'lgan joyda mana issiqxonadagi ichidagi yam-yashil bo'lib turgan ismaloqni ko'rsa bo'ladi. Bu mana 7-yanvar kuni 2026-yil. Bu hech qanaqangi nima deydi, montaj emas. Yoki bo'lmasa boshqa haligi ko'rgazma uchun qilmagan. Bu odam o'zini masalan o'sha haligi Faoni O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan berilgan issiqxonalarda biz har bir issiqxonani berganimizdan keyin biz mana Sulton og'a ham boya aytib o'tdi, o'quv kurslari qilamiz. O'quv kurslarida biz kalendar reja qiluvdik. Esingizda bormi? Kalendar reja qilganmiz. O'sha kalendar reja bo'yicha mana dekabr oyi, mana oktyabr oyidan boshlab ismaloq eksa bo'ladi. Dekabr oyida sholg'omcha eksa bo'ladi, rediska deb aytadi. Mana yana sholg'omchadan keyin bu kishi mana ismaloqni ekkan. Mana 1 yilda o'zida 6 marta hosil olayotgan mana nimalardan, tomorqachilarimizdan aytsak bo'ladi. Demak, bu barchasi o'sha real voqealarga asoslangan bu nima bo'lyapti? Shu hali video olyapmiz, real. Bu yerda hech qanday nimamiz yo'q. Keyin montajimiz yo'q. Agar hozir biz Muzaffar akadan iltimos qilib qolamiz, mana biz hozir chiqib ketamiz. Keyin siz yana birda bunday qilib olsangizda yaxshi bo'lar. To'liq kelingizlar. Mana og'aylar qanday qilib yerdan foydalanish mumkin? Qanday qilib o'sha nimadan foydalansak bo'ladi? Tomorqalarimizdan foydalansak bo'ladi? Mana hozir tayyor mana. Mana yeb ko'rishimiz ham mumkin mana. Mana. Nimalari? Ava, shu yerda hozir. Yana rediska ham bor. Mana rediskamiz tayyor mana. Mana. Mana bunday qilib olingda. 3 kun 4 kun tayyor bo'ladi bu. Ha, keling bu yoqda tursangiz. Mana bu yoqda tursangiz. Quronboy og'a nima xursandmisiz mana shu? Xursandman. Aziz aka, katta rahmat. Masalan, shuncha ishlar qilib berdingizlar, zo'r ina. Masalan, bekor vaqtimiz yo'q. Sal bekorga kirsa, kirib bir oylanib chiqsa bo'ldi. To'g'rilab o'tishdi. Bu uyingizda oldida, tashqarida emas. Xohlagan paytingiz kirishingiz mumkin, xohlagan paytingiz ishlashingiz mumkin. Shunga bolalar kelinlar ham bir girib chiqadim, masalan, yaxshi yeb, ichib, daromad qilyapmiz. Shunday bo'lsin. Sizga buyursin bu. Rahmat. O'ng bo'lsin. Bundan ham Sho'r aka, Ulug'bek aka bundan ham ko'proq daromad qilsin. 20 million emas, 40 million bo'lsin. Bil qilamiz. Xudo xolasa bil qiladilar. Negaki yildan yila o'qitimiz ham oshadi. Tajriba oshyapti. Tajriba oshyapti. Qanday ekish kerak, nimalarni bilish kerak. Bu yerini boyitadi. Bu insonni o'zi o'ta yer bilan qiziqadi. Go'ng tashib beradi. Aylanib cho'ylanib. Mana men to'liq olib chiqdingizmi? Mana shundayda endi. Shuning uchun sizlarga ham rahmat, mehnatlaringiz uchun. Rozi bo'lingizlar sizlar. Bizlar Muzaffar aka bergan nimamizga rozimiz, to'g'rimi? O'sha issiqxonani haqiqatan shunday ishlatayotganingiz uchun sizga katta rahmat. Sho'r aka rahmat, Sulton og'aga rahmat, mana shu yerda nimani mahalla faollariga hammasiga.
Haqiqiy egasiga berilgan issiqxona. Haqiqiy egasiga berilgan mana. To'g'ri odamga berilgan. Haqiqiy egasi shu. Ilam shunday insonlar ko'payaversin. Ko'payadi xudo. Agar kimda qanday savollar bo'lsa, o'sha savollarni bizlarga beringizlar. O'sha savollarga biz to'liq javob berishga harakat qilamiz. Izohlar qoldiring. Izohlar qoldirgan payti shu nima deydi? Odob, axloq doirasida izoh qoldirsangiz, biz o'sha izohlarga javob berishga harakat qilamiz. Barchaga katta rahmat. Sog' bo'lingizlar. Yaxshi.